o'sha joyda turadi ana. Xudo asrasin, mana siz menga keldingiz, mendan keyin o'sha siz mengacha boshqa doktorga borib, keyin menga keldingiz ishonmasdan. Meni oldimdan chiqdingizda yana bitta ginekologga bordingiz. Yo'q, hammasi yaxshi tegma desa, ertaga oradan 1 yil, 2 yil vaqt o'tdi, bachadon bo'yida onkologiya aniqlanib qoldi. Borib o'shani ko'tarasiz, keyin u aytadi, mana senga men bu analizni berganman, sen o'zing doktoring keyingi taktikani qilmadi deydi. Mana hozir bitta holat bo'lyapti. Yoshlari katta menopauzadagi ayol. Mengacha nechta ginekologda ko'ringan o'sha xotin. Bittada kresloda shundoq ko'rdim. Biz apparatda ko'ramiz hammani. Ko'zimiz bilan ko'rib tushuntirmaymiz. Yana bitta o'zimizga uverenday bo'lib ishlaganimiz uchun bizni qo'rqmasdan rasmga oling hamma narsani deymiz. Fakt uchun-da ertaga masalan bizdan chiqdingiz boshqa ginekolog hech narsa yo'qsa bu nima deb so'raysizda borib. Mana menga bu doktor mana bu narsani aytdi. Yoki masalan Google'ga yozsangiz normada bachadon bo'yni qanaqa